Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. 2025-yil davomida Yangiobod tumanida yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot berib o'taman. Maktabgacha va maktab ta'lim yo'nalishida Yangiobod tumanida jami 3-7 yoshli bolalar 2630 nafarni tashkil etib, shundan 2452 nafari, ya'ni 93.2% maktabgacha ta'limga qamrab olingan. Tumanda jami 27 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lib, shundan 11 tasi davlat, 13 tasi oilaviy va 3 ta davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etadi. Tumanda 19 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari va bitta Barkamol avlod bolalar maktabi faoliyat olib bormoqda. Umumta'lim maktablarida jami 5100 nafar o'quvchilar ta'lim olib kelishmoqda. Umumta'lim maktablarida jami 563 nafar, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida esa 129 nafar pedagog xodimlar faoliyat olib bormoqdalar. Tumanda umumta'lim maktablarida jami 44 ta to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, ushbu to'garaklarga jami bo'lib 1328 nafar o'quvchilar jalb qilingan. Tumandagi 5 ta 1-chi, 8-chi, 11-chi, 12-chi va 18-chi umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim joriy etilgan bo'lib, ularda 7 nafar bola ta'lim olmoqda. Ushbu bolalarimizga 5 nafar pedagoglar tomonidan alohida mashg'ulotlar o'tkazib kelinmoqda. 2025-yilda rejaga asosan tumanda 4 ta 2-chi, 3-chi, 4-chi, 13-chi maktablarda chaqiriqqa qadar boshlang'ich tashkilotlar xonalarini jihozlash ishlari amalga oshirildi. Bugungi kunda tumanda 6 ta 1-chi, 2-chi, 3-chi, 8-chi, 12-chi, 18-chi umumta'lim maktablari yangi baholash tizimiga o'tdi. 2024-2025 o'quv yilida jami 300 nafar bitiruvchilarimiz bo'lib, ushbu bitiruvchilarimizning 202 nafari davlat va xususiy oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan bo'lib, ushbu ko'rsatkich bo'yicha viloyatda birinchi o'rin tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 67.3% tashkil etadi. Xo'jamishkent mahallasida homiylik mablag'lari asosida 80 o'ringa mo'ljallangan yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurib foydalanishga topshirildi. Yangiobod tumanining qamrov ko'rsatkichi past bo'lgan Havotog', Balandchaqir mahallalarida jami 75 o'rinli ikkita oilaviy davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etildi. Endi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish yo'nalishida ma'lumot bersam. Tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 40 va undan katta yoshdagi 28452 nafar 97.1% tashkil etadi. Bu aholi kardiologik va endokrinologik skriningdan o'tkazildi. Yil davomida 18 va undan katta yoshdagi 18606 nafar fuqarolar profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 2011 nafar kambag'al oila fuqarolari tibbiy ko'rikdan o'tkazildi va ularning aniqlangan kasalliklari bo'yicha 80 nafar fuqarolar dispanser nazoratiga olindi. 1559 nafar 30-65 yoshdagi ayollar ko'krak bezi, 30-50 yoshdagi 1073 nafar ayollar bachadon bo'yni saratonini erta bosqichlarida aniqlash maqsadida skriningdan o'tkazildi. 18 yoshgacha bo'lgan 10552 nafar bolalar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiyot muassasalarida yagona tibbiyot axborot tizimi, DMET tizimi, ya'ni axborot tizimlaridan markaziy va oilaviy poliklinikalarda, ixtisoslashtirilgan markazlar va filiallarda foydalanish uchun alohida ushbu tizimga ulandi. Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasida tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturi asosida 6 ta maqsad, 19 ta yo'nalish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Endi aholini ijtimoiy himoya qilish bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsam, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan 2025-yil davomida fuqarolarga 105 turdagi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatildi. Ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali ijtimoiy nafaqa oluvchilar oilalar soni 506 nafar bo'lib, bu umumiy oilalarning 602% ni tashkil etdi. Bolalar nafaqasi oluvchi oilalar 481 nafar bo'lib, bu nafaqa oluvchilarning 608% ni tashkil etadi. Moddiy yordam oluvchi oilalar 30 ta bo'lib, bu 0.3% ni tashkil etadi. Tumandagi og'ir vaziyatga tushgan va og'ir vaziyatga tushib qolish mumkin bo'lgan 38 nafar fuqarolarga bir martalik moddiy yordam budjet mablag'lari tomonidan to'lab berildi.
aholini kuz-qish mavsumidan betalofat chiqarish maqsadida tumanda ehtiyojmand oilalarning 1089 nafariga 1 million so'mdan jami 1 milliard 89 million so'm mablag'lar berildi. Voyaga yetmagan bolalarning 41 nafari vasiylikka, 14 nafari homiylikka va 3 nafari patronatga olingan. 1 nafari 18 yoshdan katta, 20 yoshgacha bo'lgan yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bola toifasida turadi. Yangiobod tumanida jami 1172 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar qayd etilgan bo'lib, ularning 83 nafari reabilitatsiya va texnik vositalar bilan ta'minlandi. 27 nafar protez ortopediya mahsulotlari bilan ta'minlandi. Bundan tashqari tuman sport maktabi bilan hamkorlikda 33 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar adaptiv sport turlariga jalb qilindi va viloyatda qator natijalarga erishdi. Yil davomida 125 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar bandligi ta'minlandi. Endi yoshlar siyosati yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot bersam. Joriy yil boshida mahalla yoshlar yetakchilari orqali 14-30 yoshdagi 7261 nafar yoshlar balansi shakllantirildi. 2025-yilning o'tgan davri mobaynida yoshlar daftariga kiritilgan 126 nafar yoshlardan 112 nafari turli ijtimoiy iqtisodiy yordamlar ko'rsatildi. Yoshlar daftari jamg'armasida joriy yilda 472,5 million so'm mablag' shakllantirilib, 308 million 600 ming so'm mablag' sarflandi. Yoshlar balansi asosida 10 ta alohida toifadagi 57 nafar yoshlar otaliqqa olinib, barchalari o'rganilib, ularga turli darajadagi yordamlar ko'rsatildi va muammolar ijobiy hal qilindi. 2025-yilda mehnat bozoriga kirib kelgan 729 nafar ta'lim muassasalari bitiruvchilari va ishsiz yoshlar bandligi ta'minlash maqsadida alohida bandlik dasturi ishlab chiqildi. Ushbu bitiruvchilardan 612 nafarining, ya'ni 84% bandligi ta'minlandi. Yoshlarimiz uchun aloqa bank tomonidan 7 ta loyihalarga 325 million so'm bank krediti ajratildi va 14 ta ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining 3 ta loyihalari uchun Milliy bank tomonidan 30 million so'm mablag' kredit mablag'lari ajratilib, 3 ta ish o'rni yaratildi. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 5-apreldagi 153 sonli qarorlariga asosan 50 nafar yoshlarga 50 gektar yer maydonlari ajratib berilgan va yoshlar ushbu yerdan unumli foydalanishdi. Xorijiy migratsiyadan qaytgan 61 nafar yoshlar bandligi ta'minlash maqsadida manzilli ishlar amalga oshirilib, 2025-yil davomida migratsiyadan qaytgan 58 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi. 2025-yil 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tanlov va musobaqalarda 7142 nafar yoshlar ishtirok etdi va ushbu loyihaga qamrab olindi. Endi sport yo'nalishida ma'lumot bersam, Yangiobod tumanida bitta sport maktabi bo'lib, maktabdagi 23 nafar murabbiylar, 17 ta sport turlari bo'yicha jami 946 nafar yosh sportchilarimizga mashg'ulotlar o'tib kelmoqda. 2025-yilda Yangiobod tuman sport maktabi shug'ullanuvchilari tomonidan viloyat chempionati kuboklarida 85 ta, 25 ta oltin, 34 ta kumush, 26 ta bronza medallar qo'lga kiritildi. O'zbekiston chempionati va kuboklarida jami 49 ta, shundan 8 ta oltin, 11 ta kumush, 30 ta bronza medallar qo'lga kiritildi. Xalqaro chempionatlar va kuboklarda 7 ta, jami 7 ta bo'lib, shundan 3 ta oltin, 1 ta kumush, 3 ta bronza medallar qo'lga kiritildi. 2025-yil davomida Yangiobod sport maktabi tomonidan jami 45 ta sport tadbirlari va sport musobaqalari tashkil etildi hamda ushbu tadbirlarga 10.540 nafar sportchilar ishtiroki ta'minlandi. Endi madaniyat yo'nalishida tuman madaniyat markaziga 6,5 million so'mlik 8 turdagi 42 dona musiqa cholg'u asboblari yetkazib berildi. Madaniyat markazi tomonidan 56 ta madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib, tadbirlarda 2354 nafar aholi qamrab olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 22 dekabrdagi 50-sonli yig'ilish bayonining 16-bandi ijrosi yuzasidan mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 1,5 milliard so'm mablag' ajratilib, tuman madaniyat markazi ta'mirlash va jihozlash ishlari amalga oshirilib, bugungi kunda namunali madaniyat markaziga aylantirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.